Ustoz o'z o'quvchisini kamondan o'q uzishga o'rgatayotgan edi. O'quvchi kamonni va ikkita o'qni olib mashq bajarishga shaylandi. Biroq ustoz uning oldiga borib, undan o'qning birini olib qo'ydi. "Nima uchun ikkinchi o'qimni olib qo'ydingiz?" so'radi o'quvchi. "Men sendan ikkinchi o'qingni emas, birinchi o'qingni olib qo'ydim, chunki birinchi o'qing baribir nishonga tegmas edi", debdi ustoz. "Ammo nima uchun?" hayrat bilan so'rabdi o'quvchi. "Chunki o'q uzayotib, sen zaxirada yana bitta urinish borligini anglab turgan bo'lar eding. Mana shu xotirjamlik insonning eng katta dushmanidir", deb javob berdi ustoz. Hali vaqt bor yoki keyinroq imkon bo'ladi deb umrimizni behuda o'tkazib yubormaylik. Har bir imkondan oxirgisi kabi foydalanaylik. Shundagina balki muvaffaqiyatga erishamiz.